Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Anchadan beri kutgan videolaring mana bugun chiqadi. Yuragi bo'shlar, yaqin orada gilam sotib olganlar va ko'rolmaydiganlar bu videoda ko'rishi tavsiya etilmaydi. Nimaga bunaqa deyayotganlarimni videoda oxirigacha ko'rsalaring bilib olasizlar. Bilasizlar, har doimgidek oxirigacha kulminatsiyani saqlayman va nerealniy narx bilan sizlarni xursand qilaman, dushmanlarni esa xafa qilamiz. Let's go. Gapni ko'p cho'zib o'tirmaymiz. Bugungi video dahshatli darajada bo'ladi. Agar mana shu video 100 ta like, 100 ta kommentariya yig'sa, bir kun ichida 24 soat ichida ertaga ham xuddi shunaqa video chiqadi va sizga qanaqa razmer kerak bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib keting. Men hammasini o'qib javob qaytarishga harakat qilaman. Eslatib o'taman. Yuragi bo'shlar ko'rishi taqiqlanadi. Xo'p, hurmatli obunachilar, bizda har doimgidek yorvoration for foration degandan bo'ladi. Jigarlar, sizlar so'radilaring, men sizlar uchun dahshatli o'lchamlar 3 metrga 6,5 metr qatdan topasizlar bunaqa o'lchamlarda. Bozorda eng kami 1,5 million, 1 million 600 ming so'mgacha sotilayotgan neoklassika guli bitta yoqsa, like bosib qo'yasizlar. Jigarlar, nima deyapti bu? Eniga 3 metr, uzunasiga naqd 6,5 metr. O'rtacha narxini aytib o'tyapman men. Bozorda 1,5 million 600 ming so'mgacha sotilayotgan bu gulomimizni ko'rishlaring mumkin. Orqalari 100% kanop to'qimali bo'ladi. Hech qanaqa rezinka, bezinka, poloslardan bo'lmaydi. Jigarlar, dizayniga o'zlaring baho berib qo'yasizlar. Neoklassika uslubida to'qilgan. Bu hali boshlanishi. Videoga like bosgan, bizni kommentariyada samimiy izohlar bilan qo'llab-quvvatlab turgan va gilam olmoqchi bo'lgan tanishlaringga bu video tezda jo'natib qo'yinglar. Ikkinchi razmerga o'taman. Ishonaveringlar, miyalaring muzlab qoladi. Hattoki o'zim ham bunaqa narxda bunaqa gilam qo'yishimni o'ylamadim, lekin qaytish har doim chiroyli bo'lishi kerak. Shuning uchun sizlarga men dahshatli qaytish qilib beraman. Eniga 3,5 metr, bo'yiga 5 metr. O'rtacha narxi bozorda 1,5 million so'mgacha sotilayotgan. Sifatiga, dizayniga agar sizlarga yoqsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Opa. Dizayn alohida tema. Chekkalari moviy, o'rtalari kremoviy svetda qilingan. Eslasizlarning, mana shu gulimizni o'rtalari oq, kremoviy bas, o'rtalari oq fasoni chiqqan edi. Dizaynlariga 1 dan 10 gacha baho berib qo'yasizlar. Orqalari 100% kanop to'qimali. Yonlaringga bitta kalkulyator olsalaring ham hisoblab turinglar. Bu hali boshlanishi. 3,5 ga 5, 3 metrga naqd 6,5 metrligidan qo'ydim. Mana shu ikkita gilomni o'zini bozordan surishtirsalaring o'rtacha 3 million 200 ming so'm atrofida chiqadi. Lekin men sizlarni videoda oxirida narxi bilan aniq hayratda qoldiraman degan umiddaman. Eslatib o'taman, bu narxlar faqat bizga like bosgan, mana shu kommentariyada samimiy izoh qoldirib, bizga obuna bo'lganlar uchun amal qiladi. Endi hamma o'rtacha jaynamoz, kovrik, bir balolar qo'shib berayotgan bir paytda men sizlarga mana shu ikkita gilomni olganga uchinchisini bitta o'zlaring baho berib qo'yaverasizlar jigarlar. Eniga 3 metr, bo'yiga 4 metr, bozorda o'rtacha 950 ming so'mgacha sotilayotgan bu gulomimizni mana shu ikkita komplektni ichiga qo'shib bersam, nima deysizlar jigarlar? Dizaynga bitta baho berib qo'yasizlar. Bu hech qanaqangi oq, hech qanaqangi seri emas. Bu haqiqiy qaymoq rang deyiladigan gul mana shu bo'ladi. Orqalari 100% kanop to'qimali, hammasini sifati bir xil. Men bonusga sifatsiz narsa, reklamaga yaxshiroq narsa qo'yganim yo'q. Bonusni ham eng zo'ridan qo'yib beraman. Jigarlar, tasavvur qiling, 3 ta gilom narxini nech pul aytaman? Yo'q. Mana shu joyiga bitta like bosib qo'ying, bitta kommentariyada qo'llab-quvvatlab yuboring. Bo'lsin sizlarga bo'lsin. Hozir mana shu bonus ustiga yana bitta bonus ketadi. Ma'murjon Ergashev YouTube kanaliga obuna bo'lganlar hech qachon xafa bo'lmaydi va hech qachon ikkinchi darajali bo'lmaydi. Bizning mijozlarimiz uchun qaranglar, mayli. Bonus ustiga bonus qo'shib bergan ko'rganmisizlar? 3 ga 6,5 metr, 3,5 ga 5 metr, 3 ga 4 metr. Kalkulyatorlaringda sanab boryapsizlarmi, necha bo'lib ketdi? Endi ana shunga mana shu ikki guchni ham qo'shib qo'yinglar. Eng kami 250 ming, 300 ming atrofida sotiladi. Eng kami. Men sizlarga minimumini aytyapman. Shu hisobda qo'shib qo'ysalaring mayli. 2 ga 3 metr ham bonus.
Qaranglar, nechta gilom bo'ldi? Bitta 3 ga 6,5, bitta 3,5 ga 5, bitta 3 ga 4, bitta 2 ga 3. Hurmatli obunachilar, mayli sizlar uchun yana bitta bonus qo'shib bersam, nima deysizlar? Bor anani ikkita bonus. San'atlar nechta bo'ldi? Agar bizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, Andijon, Namangan, Farg'ona, hattoki Toshkent shaharlarigacha dastavka xizmatini atiga 99 ming so'mga qilib beramiz. Bunaqasi faqat Ma'murjon Ergashev YouTube kanalida faqat 24 soat ichida telefon qilgan mijozimiz uchun amal qiladi bunisi. 1 ga 1,5 ham bonus. Mashina ham eng kami 100 ming so'm sotiladi. Buni endi prosta tak samimiy bonus deb qabul qilinglar. Naqd nechta bo'ldi? 3,5 ga 6, 3,5 ga 5, 3 ga 4, 2 ga 3, 1 ga 1,5, bit 6 ta mana shu komplektimizni narxini nech bo'lsa o'ylaysizlar? Eng kami mana shu hammasini hisoblaganlaringda ham narxi bozorda 4,8 million so'mdan 5,6 million so'mgacha bo'lib ketadi. Narxini ichingizda o'ylab turibsiz. Siz o'ylagandan ham ko'ra narxini arzon aytadigan bo'lsam, kanalga albatta obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasa. Mana shu barchasini eng birinchi telefon qilgan mijozimizga narxini atiga $249 beramiz. Sog' bo'lasizlar jigarlar. Qo'llab-quvvatlab, izohlarda samimiy izohlar kutaman. Layklarda 24 soat ichida 100 ta qilib yuboradigan bo'lsalaring, keyingi videoda kutinglar. Let's go.